Bormay ota. Bor bo'l o'g'lim. Bu ota, ana yetimcha keldi. Chiqaversinmi? Bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir roki. Assalomu alaykum boy ota. Xo'sh, nimaga kelding? Shunday o'zim sizni ko'rgan keldim boy ota. Sog'inib qoldik. Xabar olib kelgan deb yuborishdi. Yaxshi, barakalla. Sen meni oldimga bekorga kelmagan bo'lsang kerak. Bitta yarimta ish bilan kelgansan. Xo'sh, nimaga kelding? Haliga anavi dandon sopli pichog'ingiz bor-ku. Ha. O'sha sinib qoldi. Shuni aytgani keluvdim. Xo'sh, undan keyinchi nima qilibsindi? Ro'zg'orda meni pichog'imdan boshqa pichoq qurib ketgan ekanmi? Tersini shilyotuvdim, suyagiga tegib sinib qoldi. Xo'sh, undan keyinchi tozimi terisini nimaga shildilaring? Shoshib qoldik deb boy ota. O'lgandan keyin terisi uvol bo'lmasin deb shilib qo'ya qoldik.